Bu videoni qo'yishga majbur bo'ldim. Chunki dadam yolg'ondan chiqarayotgan videolarini ko'plar ko'rib oqpadar degan narsani yozayotgani uchun qo'yyapman. 20 yoshman. 20 yoshimda ro'zg'orni yukini 16 yoshimdan bo'ynimga olganman. 4 yil bo'ldi. Mana shu 4 yil ichida qo'limdan kelgancha harakat qildim. Dadam xarakterini o'zgartirishga, mana shu oilani saqlab qolishga, ukalarim, singlarim yetim degan nomni olmasligi uchun dada, mana xafa bo'lmang, men farzandman. Farzand bo'lib sizlar xafa bo'lishga haqqim yo'q. Meni qarg'amang, dedim deb produktasiga pul tashlab berdim. Shundan keyin 2 kundan keyin Toshkentga boryapti-da, yarim kechasi o'zimda Hasan Zuhrada Zuhramamning o'g'li 90-yil 3 ta bolali erkakka shunaqa teng qilib tashlayapti. Militsiyalar janjal qilgandan keyin olib ketgandi, militsiyaxonaga borib, militsiyalarga aytibdiki, qizimni ekspertizaga olib boringlardagi falonchasini ochib, o'zinglar qaranglar. Buni o'sha narsasi chiqadi deyapti-da. O'sha gapni eshitib, shunaqa yig'ladim, dada. Men qizingizman-ku dedim-da. Aka, yoshman, qo'mashim desam, jivorimga iyladi. O'sha militsiyaxonaga qoldim, ariza yozgani. Dadam, militsiyaxonaga olsa, militsiya qizimni navbatiga qiyotibdi degan gaplarni gapirdi-da. Böyle hafta falan uyda yoktu bazı. Ne kaldı bakalım? Mesela bileceğim mi? Sigara yer kuru koymayız. Demek ya, uzun kızın işte var. Almışlıkta yıkılırım men. Nataldi bu için. O'zbekiston bo'yicha bo'ladi. Ayimdan tashqari yana bitta ayoli bor, qizi bor, olti videoga olayotgan 3 ta nevarasi bor. Hech qanaqa xor bo'lgani yo'q. Faqat mana shunaqa video qo'ysam, Dilnorasini sinasan. Hech kim seni oqpadar deb nomlaydidagi, hech kim senga yordam bermaydi. Seni xalqda shunchalik sharmanda qilamanki, sen o'zingni osishingga, o'ldirishingga majbur qilaman degandilar-da. Men yoshdagi qizlar hozir o'ynab kulib nonini yeb yuribdi-da. Menim xohlayman dadam qizim deyishni, erkalashni, menim xohlayman.